Karış dostlarımızga mana mushunda isil restoranni besib pishkirak jomajining do'stlar. Muhim reseptine geldim. Bütün gram boch oshkorlatma ailda o'tirib qish kelib qoldi do'stlar. O'z qo'lingizda isil restoranniga ham o'xshab pishkirak menda jomajin o'z qo'ling etib bir sinab beqinglar. Musha kelganda xofiston deb yurakdan bir berib o'tib davom ettinglar. Ekranimizda olsun. Undan sonra dostlarimiz bugun jomajini itli suvni boshlab ketdik. Ishlatadigan to'ximiz nat muhim va danji ishlatimiz juma yana to'tay bo'lgan qir mekan ishlatimiz do'stlar. Sen hojat ishlatmaysizlar. Go'sht izlik tutar. Onlarga diqqat qilish, man ishida yürekleri var, bek pakız, jup, açtan hemen ciğerlerini kolab eliyotimiz. Bu mesela tağının temi gayri çıkıp kaldı. Boyanın terisini hep taşıyordunlar. İşte nurgun bezli var. Anadayken, yani bir tıkat kılgaçlığım oldu. Yani ben hep boğan deyken, biz otlu bir kıhlıyordunlar. Gözümüz görenmeyken nurgun tükçüler oldu. Anadayken su miktarına ait tıkat kılana ben bugün bir tal tokuğa 2,5 kilo etrafında su koydum. Ben kazınım, ikiz oğan deyken şu cık su patı dostlar. Aval tokun saldık. Onun için sıncan, soğuk piyaz ya. Onun için dostlar, mavi jomajinin temkirgüzgan doğru dermalarını ben xatçılap çıkartırmaya dostlarımız cuma. Onun için bu ne manda dakika ve ağız etildiğine mağınışık silip alımız. Man silishki maqsad nima deganda do'stlar, men hozir silib etsak, birdan turib ko'pik chiqsa, mani chiqsamsanlar, xo'ja hammamiz ko'pikni suzganda tan chiqib qoldi. Shun bevas mani chiqsab qo'yamiz. Endi do'stlarimiz, ma to'ximizdan normal bo'lganda 1 soat 20 minutdan 1 soat 35 minut chiqqanimiz bo'sh o'tdi juma do'stlar. Oson pishmay juma ma to'g'on. Jomaji ketali xurishtiramiz do'stlar. Piyaz, so'ng piyaz, qizillaz, ko'klaz, to'g'ri boshlab ketdik. Mana to'xinlarimiz pishib bo'ldi. Men rangni ko'rib beqinglar. Shunda chiroqchima do'stlar. To'xini ham ayrim evlab sovuq suvda bir chaqaymiz, andan sansab qo'yamiz. Mana tong do'stlar, shunda pak spek chiroq chiqdi. Endi men tongninki do'stlarimiz ig'irligini deb berayam. Matang 1 kilo 200 gram tong ha. Matatanglar. Ahmoch 3 gram do'stlar. Anadagi Xinjiang fin 6 gram, tuz 24 gram, jifin 6 gram, jijing 3 gram, vijing 6 gram, shikar 3 gram atrofida solamiz. Mana ustiga to'kamiz. Abay sho'rib qaynatgan vaqtda hech qanday tezqo tuz ishim solmagan. Nimish qadisanglar, men ba'zanlar to'xini suyga 5 kilo suv quydigan do'stlar ekanlar bir to'xga. Ba'zan 3 kilo, ba'zan 4 kilo olib ketgan ekan. Men deb bergancha video bo'yicha qilib, ustam bu temsil degandek chiqmay qoldi degan do'stcha qolib ketgan ekan. Shu eng oxirida tongni jinglam mushning doğrusini naql salsak hamma o'lchamga chiqar ekansa sizlar bir foydali shulab qolsin dedim. Uning yana bir gap do'stlar, jutdan nurg'on mashagirdlar hunarga kelyapti. Masalan, jomaji, chomifen, ochiq kalapachaq, nanurolma menjang, har xil shovka bularning tetitqo't doğru darmonlari. Uning uchun bizning jiboyu deymiz, malatdan hatto xogodan tatib hamma turda. Uning uchun bir ilishtirib o'tamiz ha. Doğru darmonlarimiz hamma tekshib o'qchi mana. Shunda isil chiqirman ama tam degan purak ajoyib bezmi restorannikini besib kerak jomaji juma mava. Ondan keyin men jomajining to'qisini do'stlar mana qo'lda tutamiz juma mana mushlar. Mana. Mushlar qo'lda tutisizlar juma mana. Ondan keyin do'stimiz mana qaranglar mana qo'lda rav tutib bo'ldik do'stlar mana. Tutib bo'lgandan keyin do'stlarimiz boyamqa ma ko'k qizillarni soldik. Ondan keyin muaq miqdorda piyaz Piyaz. Ondan keyin so'ng piyaz mana.